Qanaqa kitob mutolaa qilyapsiz? Hozir 7 buyuk degan kitobni boshladim. Qanaqa kitob mutolaa qilyapsiz? Ta'sir psixologiyasi. Qanaqa kitob o'qiyapsiz? Sodiqlar suhbati degan kitob o'qiyapman. Rasmi chiqadi bitada. Men pul psixologiyasi. Tarbiyani oltin kaliti. Muqaddas azob. Ego dushmaning degan kitobni o'qiyapman. Keyin tarbiyaning oltin kaliti. Muqaddas azob. Yashamoq. Faqat sen o'qimayapsan, reels ko'rib turgan inson. Xislatli hikmatlar sharhini 4-qismini mutolaa qilyapman. Chuqurlashib ketibsiz-da. Atom odatlari. Juda ham bestseller kitob. Ulamolar nazdida vaqtning qadri degan kitobni mutolaa qilyapmiz. Va muqaddima bilan o'ylar kabi o'yladigan kitob bor. Boylarga o'ylash kerak. Voz kecha olmoq. Savdo san'ati degan kitob. Savdo san'ati, savdogarsiz demak. Qirilish nasli tugadi. U 30 soniyadan to'g'ri foydalanish. Maqosid degan kitob. Prinsiplar degan kitob mutolaa qilyapmiz. Psixologiyasi kitobini o'qiyapmiz. Farzandga gap o'qitish san'ati degan. 3dan keyin ketish. Siz qanaqa kitob o'qiyapsiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring.